Arzonroq narxda kvartira so'ragan yurtdoshlarimiz uchun Chilonzor 23-kvartal, xo'p, birinchi etajdan sizlarga zo'r bitta kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Kvartiramiz remont holatda, remontga tayyor holatda turibdi. Shunda olish kerak, ozgina remontini qilib bemalol ko'chib o'tib yashaydigan kvartira. Xo'p, ushbu kvartiramiz ham mala gabarit hisoblanadi. Kvadrat metri 38 kvadratlar yuradi, lekin 40 kvadratdan katta kvartira. Mala gabarit. Sizlarga kirish eshigidan boshlab ko'rsatib o'taman. Mana bu kvartira 2 xona yuradi. Bir xonali kvartiralar bunaqa narxda yo'q hozirgi paytda. Shuning uchun kvartiramizni ko'ring. Narx ma'qul kelsa, sirasi telefon qilib baraka qiling. Glavniy kirib kelaverish eshigi. Xo'p, bu yog'imizga koridor ketgan, bu yog'imizga oshxona hamda balkon qismi. Xo'p, birinchi mehmonxonadan boshlab kvartirani ko'rib o'tamiz. Remontiga ham bitta to'xtalib o'taman. Kirib kelaverish, qaranglar, nalivoy qilib qo'yilgan, stяжка qilingan. Ustiga shundoq yana bitta stяжкani urib, tarket qilib olsanglar bo'ladi yoki linoleum to'shab yuborasizlar. Kirib kelaverishda konditsionerimiz bor. Xo'p, bu yog'imizni polni nima desa bo'ladi? Shafyovkadan chiqqan, aboy qilib olsanglar bo'ldi. Bu yoqqa to'g'riga kelsak, bizani zalimiz kutib oladi. Xo'p, zalimizda ikkita oyna bor. Xo'p, taresda ugulda joylashgan bo'ladi, lekin bular g'ishtli-don, qaranglar. Aboylari shilingan, ustidan bitta shafyovka urib aboy qilinadigan. Xo'p, tares mog'orlashi mumkin, narsa qilib ketishi mumkin desanglar, mana polni devorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mog'orlagan joyi yo'q. Xo'p, akvaromlar, oynalar reshotka qilingan. Xo'p, radiatorlari yangisiga o'zgartirilgan. Santexnikasi, elektrikasi qilingan. Faqatgina kvartirani aboy qilish kerak, o't-potiga qarab, shundoq ko'chib o'tib yashashlik kvartira. Ushbu kvartiraga примерно 1200-1300 dollar rasxod qilsanglar, yashashga tayyor kvartira bo'ladi. Bu yog'imiz mehmonxona qismi edi. Xo'p, endi bu yoqda kichkina yana bitta xonasi, spalni xonasi joylashgan. Spalni ham eski aboylari shilingan holatda, bitta suv sepib, mana bu qog'ozlarni olib tashlab, bitta shpaflyovkani urib, shunda aboy yopishtirib tashlaydigan holatda turibdi. Patologlari ham yaxshi holatda. Xo'p, bu yoqqa ham yangi radiatorlar o'rnatilgan, akvarom reshotka qilingan, o'zini orqa agoroti bor. Kichkina spalni xonasi. Yosh oilaga juda ham zo'r yoki investitsiya qilib qo'ysanglar bo'ladi, olib turib ozgina remont qilib, xo'p, ijaraga berib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'ini ham bitta natijali qilib olsanglar bo'ladi. To'g'riga o'tsa, bu yog'i nima deydi, buni xat yo'rimi, nima deydi, shunaqa remontda turibdi. Xo'p, bu yog'ini yana bitta xonacha qilsanglar bo'ladi. 2 xona, 3 xona qilish sharoiti bor. Bu yog'iga oilaviy ovqatlanish uchun stol, stul qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'ida 2 ga 3lik balkon qilingan. 2 ga 3 balkon, bu yog'iga oshxona chiqqan. Xo'p, bu yog'ini polni remont qilib olish kerak. Kuxniy mebel, xo'p, polni qilish kerak. Bu yog'ini ham chiroyli qilib remontdan chiqazib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham akvaromlar turibdi, reshotkalar qilingan. Yaxshi holatda remontga tayyor turgan kvartira aytib o'tgandek 1200-1300 dollar rasxod qilib, shundoq shinam kvartira qilib olish sharoiti bor ushbu kvartirada. Xo'p, vannasi g'ishtli donlarda smeshka bo'ladi. Hojatxonasi, vanna qismi. Bu yog'ini ham bitta remont qilib olsanglar bo'ladi. Arzonroq narxda endi remontli kvartira so'raganlar uchun juda ham zo'r variant. O'zi bizani kanalda qimmat uylarni chiqasa odamlar oladi. Bunaqa arzon narxda yaxshi variant sizlarga qilib bersam, hech kim olmaydi. O'zimiz shuni remont qilib qimmat narxga qo'ysak, keyin olinadi. Shuning uchun mana sizlarga arzon narxda zo'r kvartira beryapman. Foydalanib qolinglar. Chiroyli qilib aytvam turibman mana. Arzon pul bilan remontdan chiqadigan tayyor holatdagi kvartirani beryapman. Foydalanib qolinglar. Kvartiramizning narxi qo'limizga 56 ming dollar. 23-kvartalda 44-dom, Farxatskiy bozor yoni. Domimizning fasadi zo'r. Mana fasadini ko'rib o'tinglar, hozir ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa fasadda zo'r kvartiramizni sotuvda. Xo'p, mana shu kvartirani olsangiz, ozgina remont qilsangiz, 400-450 dollarga arendaga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi yoki mazza qilib yashasangiz bo'ladi. 56 ming dollarga arziydigan kvartira bosib olinglar. Video pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, srazu joyda barakasini qilsanglar bo'ladi. Xuddi mana shunaqa kvartirani
Remont sizlari 60 ming dollarga turibdi. Bu remontga tayyor holatda почти sizga 50% remont qilinadigan darajada 50% ishlari bitkazilib, sizga ozgina rasxod qilinadigan darajada mana shu kvartiramizda chiqib turibdi. Siz telefon qilib bosib yuboradigan joyi foydalanib qolinglar. 64 14 telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar.